Men ham qo'ysam maylimi? O'zma qo'yasiz. Ha, keling. Qillig'ingda o'tsin seni. Hali qarab tur, sen juvonmak. Chol ketsin. Hammasini aytib bermasammi? Tezroqmi? Kech kirib qoldi. Haligacha ovqating tayyormas. Anoni qarang. Tavba. Bu nima qiliq? Niyatini yegan chol. O'zimiz boshdan o'lyapmiz-ku. Kiyikka balo bormi? Tezdan yo'qotib qo'y. Mayli, yo'qotaman, ko'p baqirma. Voy, ochimdan o'ldim-ku. Ovqat berasizlarmi, yo'qmi? Toqatim toq bo'ldi. Qizing bizni yomon ko'radi. Endi bizni yo'qotish payiga tushdi. Oppoq qizim-a. Biz sho'rlik vaqti qorolar endi nima qildik-a? Mana opajon, yig'lamang-ki. Bular bizga baribir kun berishmaydi. Yaxshisi bu yerdan ketaylik qizim. Ikkovimiz yolg'iz turaylik. Yura qol qizim, yur. Ha, bilib qo'y. Qaytib kelishni xayolingga keltirma. Ostonadan kiritmayman. Sen shu yerda o'tirib tur qizim. Men borib chaylaga shoh kesib kelay. Kiringlar bolalarim, sizlarni anchadan beri kutayotgandim. Hozir choy qo'yaman, birgalashib choy ichamiz. Ovora bo'lmang buvijon, men o'zim qo'yaman. Umringdan baraka top qizim. Iching buvijon. Rahmat qizim. Bu yerda yolg'iz o'zingiz turasizmi? Yolg'iz o'zim, bir o'zim turaman qizim. Mana u nima buvijon? Somsaga hammasi. Biz qorib qo'yamiz. Siz dam oling. Ha? Qaytib keldingmi? Arzandan qanib? Adashtirib qo'ydim. Kuni bilan qidirdim, hech qayerdan topa olmadim. Ha, yo'qolsa yo'qolar. Yot, uxla. Qo'ling dard ko'rmasin qizim. Bir ham shirin bo'ptiki. Endi seni hech kim xafa qilmaydimi? Yo'q. Uyini sog'indingmi?
Bu yer senga yoqmadimi? Yo'qdi buvijon. Ammo o'z uyimni ko'rgim kelib qoldi. Otamni sog'indim. Bunday bo'lsa tush. Narsalaringni yig'ishtir qizim. Rahmat sizga buvijon. Zina bilan yerto'laga tushsang, u yerda ikkita eshik ko'rasan. Biri qizil, biri oq. Qizil eshikdan kirib, qizil sandiqni olib chiq. Senga shuni sovg'a qilaman. Mana u sandiqni kaliti. Sandiqni esa uyingga borganda och. Tag'in yo'lda ochib yurmagin. Rahmat sizga buvijon. Xayr, qizim. Xayr buvijon. Xayr. Jon qizim. Otajon. Assalomu keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otajon. Qani uyga kiraylik qizim, yura qol. Voy. Oyi. Oy. Voy. Sandiqni och. Ichida nima bor ekan? Voy och. Voy o'lmas. Voy. Voy menga bunaqa sandiq menga Ayshon, meni ham qizimni o'sha yoqqa olib borib qo'y. Hop, mayli, yura qol, ko'p bo'kirma. Obor denglar. Shu yerda jim o'tir, men ketdim. Yerda nima qilib o'tiribsan? Yodashib qoldingmi? Sen nima ishing bor? Hay, hali shunaqamisan? Ko'p baqilama kampir. Men seni uyimga taklif qilmoqchi edim. Voy jonimni. Yura qol. Choying qani? Hozir qizim, hozir. Cham qimirla. Uyqum kelib qoldi. Mana choy. Ich qizim. Qornim to'ydi. Endi yotib uxlayman. Zerikib ketdim bu yerda. Uyga ketaman. Ketsang ketaver qizim. Seni ushlab turganim yo'q. Voy. Sovg'a nima bo'ladi? Qanaqa sovg'a? Axir mehmon ketayotganda sovg'a beradilar-ku. Hali shunaqa degin. Xo'p, bo'lmasa. Yerto'laga tushsang, u yerda ikkita eshik bor. Biri qizil, biri oq. Oq eshikdan kirsang, oq sandiqni ko'rasan. Ana o'shani olib chiq. Hop. Voy. Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Mana kalit. Sandiqni uyingga borgandan keyin ochgin. Yo'lda ochib yurmagin, Xo'p, xo'pmi? xo'p. Endi nima qilishni o'zim bilaman. Ha, qizim, nima qilyapsan? Yer yutgur kampir meni aldabdi. Sanda sovuq qiluvdi, ichida atigi bittagina o'ziga bor ekan. Shunisiga ham shukr qil. Hech Qani tomay bir ko'raylik. Rahmonrahim. Shosh, men o'zim. Yo'q.